Diqqat! Bugun siz eshitadigan hikoya oddiy kino yulduzi haqida emas. Bu millionlab tomoshabinlarni kuldirgan, ba'zan esa g'azablantirgan mashhur aktrisaning ekran ortidagi fojiali taqdiri haqida. Bir paytlar butun dunyoga tanilgan insonning hayoti qanday qilib yolg'izlik, iztirob va unutilish bilan yakunlanganini eshitsangiz, ehtimol ko'pchilik bilmagan haqiqatlarni anglaysiz. Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabinlar. Siz Tezkor axborot kanalidasiz. Bugungi mavzu Hind kinosining mashhur aktrisasi Zita va Gita filmidagi unutilmas Manorama obrazi bilan tanilgan san'atkorning achchiq taqdiri haqida. Millionlab tomoshabinlar uni ekran orqali taniydi. Ayniqsa, sobiq ittifoq hududidagi muxlislar uchun Zita va Gita filmi hanuzgacha eng mashhur hind filmlaridan biri hisoblanadi. Ushbu filmda zolim, qattiq qo'l va ochko'z qaynonaning obrazini yaratgan Manorama tomoshabin xotirasida o'chmas iz qoldirgan edi. Ammo ko'pchilik bilmaydigan haqiqat shundaki, ekran ortida bu ayolning hayoti juda murakkab va fojiali kechgan. Aktrisaning asl ismi Erin Isaac Daniel bo'lgan. U 1926-yil 16-avgust kuni Lahor shahrida tavallud topgan. Uning otasi irlandiyalik, onasi esa hindistonlik edi. O'sha davr uchun bu noodatiy oilalardan biri hisoblangan. Bolalik yillari esa oson o'tmagan. Moddiy qiyinchiliklar, hayot sinovlari va oilaviy muammolar uni juda erta ulg'ayishga majbur qilgan. Lekin aynan mana shu qiyinchiliklar uning xarakterini chiniqtirdi. Yoshligidan san'atga, ayniqsa sahnaga bo'lgan qiziqishi kuchli edi. Keyinchalik esa u kino olamiga kirib keldi. O'sha davrda Bollivudga kirish oson emasdi. Minglab yosh qizlar mashhur bo'lishni orzu qilardi. Ammo faqat eng kuchlilargina bu yo'lda omon qolardi. Manorama ham aynan shunday og'ir yo'lni bosib o'tdi. Uning iste'dodi oddiy emas edi. Ayniqsa salbiy obrazlarni yaratishdagi mahorati uni boshqa aktrisalardan ajratib turardi. U ekranda qattiq qo'l qaynonani, ayyor ayolni yoki tomoshabinni bir vaqtning o'zida ham kuldiradigan, ham qo'rqitadigan qahramonlarni mahorat bilan ijro etardi. Aktrisaning mimikasi, ovozi va harakatlari shu qadar kuchli ediki, hatto kichik rollari ham tomoshabin yodida qolardi. 1972-yilda suratga olingan Zita va Gita filmi esa uning faoliyatidagi eng katta burilish bo'ldi. Aynan shu film orqali Manorama millionlab muxlislar qalbidan joy oldi. Filmda u Kaushalyas, zolim va ochko'z qaynonaning obrazini yaratgan. Bu rol tomoshabinlarda kuchli hissiyot uyg'otdi. Kimdir undan nafratlandi, kimdir kuldi, yana kimdir uning iste'dodiga qoyil qoldi. Natijada Manorama Hind kinosi tarixidagi eng kuchli ikkinchi plandagi aktrisalardan biriga aylandi. Ammo savol tug'iladi. Ekran ortidagi hayot ham shunday muvaffaqiyatli bo'lganmi? Afsuski, yo'q. Aktrisaning shaxsiy hayoti juda og'ir kechgan. U turmush qurgan bo'lsa-da, oilaviy baxtni to'liq his qila olmadi. Turmush o'rtog'i bilan munosabatlari murakkab bo'lgan. Keyinchalik eri vafot etadi va bu Manorama uchun juda katta musibaga aylanadi. Ammo uning hayotidagi eng og'ir fojia hal oldinda edi. Gap uning qizi haqida ketmoqda. Ma'lumotlarga ko'ra, Manorama qizi Rita Axtarni juda yaxshi ko'rgan. U uning hayotidagi eng yaqin insonlardan biri bo'lgan. Ammo bir kuni qizi sirli tarzda bedarak yo'qoladi. Mana shu voqea aktrisaning butun hayotini o'zgartirib yuboradi. Ona yillar davomida qizini kutadi. Uni izlaydi, umid qiladi. Lekin qizi hech qachon qaytib kelmaydi. Tasavvur. Million Bu yo'qotish Manorama qalbida umrining oxirigacha bitmaydigan yaraga aylandi. Yillar o'tgan sari kino sohasidan takliflar ham kamayib bordi. Bir paytlar katta gonorar olgan aktrisa moliyaviy qiyinchilikka duch keladi. Daromad kamayadi. Hayot esa tobora murakkablashadi. Ayrim ma'lumotlarga ko'ra, aktrisa hatto uyidan ayrilgan va juda og'ir sharoitda yashashga majbur bo'lgan.
Bu esa bir vaqtlar mashhurlik cho'qqisida bo'lgan inson uchun juda achinarli holat edi. Endi yana bir savol tug'iladi. Nega mashhur insonlar keksaygach unutiladi? Bu shou-biznes shafqatsiz tomonimi? Yoki jamiyat mashhur insonlarni faqat muvaffaqiyat paytida eslaydimi? Bu savollar bugungi kunda ham dolzarb. Chunki ko'plab san'atkorlar yoshlikda olqishlarga ko'nadi. Ammo yoshi o'tgach, yolg'izlik chekinadi. Manarama hayotining so'nggi yillarida yana ayrim loyihalarda qatnashishga muvaffaq bo'lgan. Bu unga qisman bo'lsa-da umumiy barqarorlik bergan. U kichikroq uy sotib olib, sokin hayot kechirishga harakat qilgan. Ammo umr davomida yig'ilgan ruhiy jarohatlar uni tark etmagan. Aktrisa 81 yoshida insult sabab vafot etadi. Eng achinarlisi esa uning dafn marosimida juda kam inson qatnashgani bo'ldi. Bir vaqtlar ekranlarni zabt etgan ayol hayot sahnasini deyarli unutilgan holda tark etdi. Bu juda achchiq haqiqat. Ekranda u qattiq qo'l va dahshatli qaynonani o'ynagan edi. Ammo haqiqiy hayotda esa mehrga muhtoj, qalbi yaralangan va yolg'izlik bilan kurashgan inson edi. Xulosa qilib aytganda, Manorama taqdiri bizga mashhurlik har doim ham baxt degani emasligini yana bir bor eslatadi. Kamera ortida ko'rinmaydigan og'riqlar, yo'qotishlar va yolg'izlik bo'lishi mumkin. Bugun ham uning obrazlari millionlab muxlislar xotirasida yashamoqda. Ammo uning hayotiy fojiasi ko'pchilik uchun katta sabab bo'lib qolmoqda. Qadrli tomoshabin, siz Zitta va Yitta filmini ko'rganmisiz? Sizningcha mashhur insonlarning keksaygacha unutilib ketishi nimadan dalolat beradi? Fikrlaringizni izohlarda yozib qoldiring. Va eng muhimi, eng so'nggi va ta'sirli hikoyalarni o'tkazib yubormaslik uchun Tezkor axborot kanaliga obuna bo'ling, videoga like bosishni unutmang.